Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir yugurishga olib chiqdik. Yonida shunaqangi daryosi bor ekan. Bu menimcha dengizga ulanib ketsa kerak. Juda chiroyli manzara. Yugurishga olib chiqib oldik. Yugurishimiz ham juda muammo bo'lib ketdi. Paletlarni yuklab, paletlar tushib ketmasligi uchun taxtalar qo'ygan ekan. Shu taxtalarni qarab olmaymiz deydi. Bizga mushat qiladi desak ham yo'q deydi. Shunaqa qilib o'tirdik. Salkam 3 soat o'tirdik. 3 soatda oxiri shu iltimos qilib yalindik. Qoldi mana endi hozir ikkinchi yugurishga qarab ketyapmiz. Ulgursak bugun, yurmasak ertagada inshaalloh. Shunaqa gaplar. Ko'ringlar, qiziqarlik. Nima savollaring bo'lsa, savol bersalaring ham bo'laveradi. Savollaringga javob ham qaytaramiz. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha shu Yevropada ish bo'yicha, ishlash bo'yicha, taxovurov bo'yicha hamma qanaqa savollar bo'lsa, savollar bersalaring bo'laveradi. Rahmat.